Yaxshi kelishuv qilmaslik oqibati. Obyekt 100% bitmasdan o'rtoq holatga tashlab ketilishi. Yaxshi usta tanlamaslik oqibati. Sifat nazoratidan chiqib ketib qolish. Ustani nazorat qilmaslik oqibati. 2 marta rasxod qilasiz va yana qaytadan sifat nazoratidan chiqib ketadi. Obyektingiz byudjeti 2 barobar oshib ketadi. Prorabsiz qurilish qilish oqibati. Juda ham katta stress, obyekt o'z vaqtida bitmasligi va qurilishingiz qonun qoidasiz bitishi. Pullarni hisob-kitob qilmaslik oqibati. Obyekt to'xtab qolishi. Yaxshi kelishuv qilmaslik oqibati. Obyekt 100% bitmasdan o'rtoq holatga tashlab ketilishi. Yaxshi usta tanlamaslik oqibati. Sifat nazoratidan chiqib ketib qolish. Ustani nazorat qilmaslik oqibati. 2 marta rasxod qilasiz va yana qaytadan sifat nazoratidan chiqib ketadi. Obyektingiz byudjeti 2 barobar oshib ketadi. Prorabsiz qurilish qilish oqibati. Juda ham katta stress, obyekt o'z vaqtida bitmasligi va qurilishingiz qonun qoidasiz bitishi. Pullarni hisob-kitob qilmaslik oqibati. Obyekt to'xtab qolishi.